Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu esa pulli kanallar ro'yxati. Pulli kanallar ro'yxatlari, e'tibor beringlar, bu yerda shularda yechimlari bor. Masalan, mega kimyonni tushuntiradigan bo'lsak, mana mavzu bo'ladi. Masalan, 8-mavzu kerak bo'lsa, 8ni bosasizlar va mana kerakli 8da qaysi test kerak bo'lsa, shuni bosasizlar va videoni ko'rib ketaverasizlar. Masalan, 13-savol kerak bo'lsa yoki shuni bosib ketasiz, 13-savol chiqadi mana. Yoki masala qiynayotgan bo'lsa sizlarni, masalan 14-mavzudagi masala qiynasa, 14da masalan 127-masalasi qiynasa, 127ni bosasizlar, o'sha video chiqadi va mana shunda ko'rib ketaverasizlar. 127 test ham 7 hajm degani mo'l olib ketsak bo'ladi. Mana videoni ko'rib ishlayverasizlar. 2ga xuddi shu tartibda video yechim orqali tushuntirilgan. 79 deb olsak, mana buni ham to'g'riroq bo'lar ekan. Mana xuddi shunday. Endi e'tibor beringlar, bu kanaldan tashqari mana bizda Tonga tarif kitobi bor. Tonga tarifda ham xuddi shunday, masalan, kerak mavzu bo'lsa, biz bosasizlar, masalan 2 kerak, 1-1 bosib, xuddi shu tartibda ishlanadi. 1-1 savol ishlaymiz, geli necha bo'ladi. Xuddi shunday yechimlar qilingan video. Video yechimlar kanaliga obuna bo'lish, masalan, sertifikat oladigan bo'lsa, sertifikat kitobi. 2-savol ishlaymiz. O'rniga 100 ml qo'shildi. Va bunga bitta kanalga a'zo bo'lish oylik va yillik to'lovlari bor. Oylik to'lovi 1 oy uchun 40 ming so'm etib belgiladik. 1 oy uchun 40 ming so'm. Agar birato'la yillik olmoqchi bo'lsangiz 250 ming arzonroq tushadi. Shu vaziyatga qarab yo yillik yoki oylik to'lovda sotib olasizlar bemalol. Demak, shu tartibda. Farqi yo'q, hammasi 40 mingdan oyiga bitta kitob, masalan mana bu olsanglar 40 ming bo'ladi, oyiga to'lib ketaverasiz yoki birato'la yillik olsanglar ham bo'ladi. Yoki mana bu mega to'plam. To'liq yechim qilib bo'lingan o'sha. Xuddi shu tartibda joylangan. Qaysi kitob kerak bo'lsa, mana ro'yxatda kitoblar turibdi. Shundan foydalanib yechib ketaverasiz. Sertifikat kitoblari ham bor mana xuddi shunday. Sertifikat kitoblarini ham ko'rsatib chiqdim. Demak, oylik to'lov 40 ming so'm, yillik kerak bo'lsa bitta kitob uchun demak 250 ming so'm bo'ladi.